Salomatmisizlar. Birinchi marta keldik endi bu yerlarga. Juda chiroyli joylar ekan. Xudo xolasa endi to'yga kelamiz, to'y gaplashdik 3-4 ta. Xudo xolasa. Bugun ham to'y bor ekan, bilmay qolibmiz-da, bo'lmasa men ham ketdi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'zi shuning uchun kelganmiz. Yaxshi kayfiyat tilashga. Aytamizmi ham aka? Nima deb aytib beraylik? Bu qonunni aytaveradimi yo boshqa joyda aytaylik? Ha? Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Boriga shukr. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizlarga doimgidek. Davom etamiz. So'ragan qo'shiqlarni ham aytib beraveramiz bemalol. Hozirga so'rashdik-ku. Bahorlardek tashriflar xush. Yoshlardek parlar kuch. Sarıcların en ağırmış. Kela olsan varmaz mıcan. Başlar etmem sıdılar ağır. Sevgin vereyim var.